srazu yechim haqida gapirib bo'lmaydi. Avval sababni bilasiz. Birinchi sababimiz bu so'z boyligimiz kam. Hech kimni fikri bilan qiziqmaydigan bu faqat hayvonlar. Ularga farqi yo'q. Ular o'zi ham bitta dona bo'lib ham o'ziga yegulik topadi. Bu yerda grammatikani o'rganishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, so'zlar esiga kelmaydi. Bu katta muammo. Miya natijani ko'rgisi keladi. Поэтому har doim natijani tanlang, komfortni tanlamang. O'quvchilarim, hammaga assalomu alaykum. Men sizning rus tili o'qituvchingiz Zarina Ismailovna va bugun ham sizlarga rus tili haqida foydali ma'lumot bilan bo'lishmoqchiman. Bugungi mavzuyimiz rus tilini tushunaman, lekin gapira olmayman. То есть agarda biz rus tilini tushunsak, lekin gapira olmayotgan bo'lsak, qanaqasiga bu muammodan qutulish mumkin? Qanaqasiga rus tilida xatosiz gapirish mumkin? То есть bu haqda gapiramiz. Hozir beradigan maslahatlarimga rioya qiling. Например, sizga onlayn kurslar to'g'ri kelmaydi va siz offlayn darslarga bormoqchisiz o'zingiz shahringizda. Farqi yo'q qaysi shahar bu? Toshkent shahri, Samarqand shahri, Buxoro shahri yoki Andijon shahri, farqi yo'q qaysi shahardansiz. Lekin agar rus tilini tushunsangiz, lekin gapira olmayman degan o'quvchilari toifasiga kirayotgan bo'lsangiz, ustozingiz qanaqasiga siz bilan ishlashi kerakligini bilib olasiz. Agarda bu videoni rus tili o'qituvchilari ko'rayotgan bo'lsa, esingizda qolsin va hammasini yozib oling. Qanaqasiga siz o'quvchingizni da o'qitib, o'sha muammosidan unga qutulishga yordam berishingiz mumkinligi haqida bilib olasiz shu videoda. Endi bugungi darsda biz rus tilini noldan o'rganayotgan o'quvchilar haqida gapirmayapmiz. Biz rus tilini o'rtacha например, 1 dan 10 gacha hisoblaydigan bo'lsak, например, 5% tushunadigan yoki 10% tushunadigan, lekin gapirish darajasi past, o'rtacha bo'lsa, shunaqalar haqida gapiryapmiz. То есть agarda biz rus tilini noldan o'rganayotgan bo'lsak, biz rus tilini umuman tushunmaymiz, qanaqasiga tushunaman, lekin gapira olmayman degan mavzu bizga tegishli mumkin. Agarda biz rus tilini umuman tushunmayotgan bo'lsak, to'g'rimi? To'g'ri. Поэтому agarda siz, например, oilada hamma rus tilini biladi, lekin siz bilmaysiz, rus tilini 100% tushunasiz, lekin ularga javob qaytara olmaysiz. Yoki siz qayerdadir ishlaysiz, rus tilini 100% tushunasiz, lekin ularga javob qaytara olmaysiz sizga rus tilida gapirganda. Va o'zingizni qanaqadir ikkinchi darajali odam deb his qilayotgandirsiz, потому что bu juda ham обидно. Alamli-ku, tushunasiz, lekin hech qanaqa javob bera olmaysiz. Qanaqa shug'ullanishingiz kerak? Prosta qanaqadir kursga borsangiz, sizni hamma o'quvchilar bilan aralashtirib, особенно sizdan yoshi kichkina bo'lsa, ular, например, bir ikkita dars o'tib bo'ldi, sizni baribir qo'shib yuborishyapti, например, 3-darsdan, 4-darsdan. Ular bir oy shug'ullanib bo'ldi, baribir sizni o'sha yerga qo'shyapti. Hozir siz bir oylik mavzularni umuman bilmaysiz. Bunaqa kurslarni tanlash mumkin emas. Men necha yilga o'qituvchiman, o'zim uchimni sentrni noldan ko'tarayotganimda, bitta xonacha olib, arendaga o'sha joyda dars berganimda ham bitta guruh yig'ardim, 10 kishi, 8 kishi bo'lardi. Kurs oxiriga 2 yoki 3 o'quvchi bo'lsa ham ularni o'qitardim baribir, chunki ularga o'quvchi qo'shib bo'lmaydi. Ular bilim darajasi har xil bo'ladi. Tushundinglar-da? Вот такой вот вам совет, maslahat shunaqa. Endi qanaqasiga rus tilini o'rganishimiz mumkin, bemalol javob bera olishimiz mumkin agarda bu anaqa qopqondan chiqib ketmoqchi bo'lsak, tushunaman lekin gapira olmayman degan qopqondan chiqmoqchi bo'lsak. Запомните поочередность, qanaqa bir marketinglik bo'lish kerak. Siz muammoni sababini topasiz, keyin yechimini bilasiz. То есть сразу yechim haqida gapirib bo'lmaydi. Avval sababni bilasiz. Da, например, farzandingiz tam bilmayman, bugun choynakni sindirdi. Siz uni urishyapsiz. Hatto o'lib ketsin choynak-ku, to'g'rimi? Bolani настроенияsidan, siz haqingizda bo'lgan fikrdan muhimmi o'sha choynak?
To'g'rimi? Muhim emas. So'rang, nima qilmoqchi bo'lding? O'ziga choy quymoqchi bo'lgandir, yoki например o'ynamoqchi bo'lgandir. Shunaqa qilasizmi? Rus tilida ham xuddi shunaqa. Har bitta narsada shunaqa bo'lish kerak. Avval sabab, keyin yechim. Avval sabab va o'sha muammo qayta bo'lmasligi uchun qoida yaratiladi. Tushundinglarmi? Demak, qanaqa sabablar bor rus tilini tushunishimizda, lekin gapira olmasligimizda qanaqa sabablar bor? Birinchi sababimiz bu so'z boyligimiz kam. То есть biz eshitganimizda qanaqadir so'zni, например, kimdir bizga rus tilida gapirdi. Biz, например, 10 ta so'z gapirgan bo'lsa, bu 10 ta so'zdan 8 tasini bilamiz, 7 tasini bilamiz. O'sha 10 ta so'zni hammasini 100% tushunmadik, 100% tarjima qila olmadik, например, miyamizda. Да, и, конечно же, резко 6 sekundda javob qaytarish qiyin bo'ladi. Nimaga? So'z boylik kam. Shuning uchun. Tushundinglar-da? Ikkinchi sababi so'zlarni bir-biriga ulab keta olmaydi o'quvchi. То есть so'zlarni bilamiz, ularni bir-biriga bog'lay olmaymiz, qanaqa birama-ketelikda bo'lishini bilmaymiz, qanaqa harflarga tugash kerak so'zlar biz bilmaymiz. Shuning uchun gapirmayman degan qarorga kelamiz. Uchinchi sababi bu so'zlar vaqtida esimizga kelmasligida. Kimdir bizdan nimadir so'raydi, 2-3 minut shu odam ketib bo'ladi, biz aytamiz, "Voy, men bunaqa desam bo'lardi-ku" deb aytamiz. Потому что endi miyamiz tayyor javobni bizga yaratib berdi. Mana ol. Da, xo'jayin deyapti. Gapir, a u odam уже ketib bo'ldi. Потому что so'zlar vaqtida esga kelmadi. To'g'rimi? Xo'p, 4. Sabab talaffuzda yoki aksentda. То есть biz bilamiz, что rus tilida gapirishimiz qanaqadir g'alati, tovushlarni yutib yoramiz yoki juda ham uzun so'zlarni talaffuz qila olmaymiz, da, или, например, gapirishimiz o'zi g'alati, urg'uni noto'g'ri qo'yamiz va hokazo. То есть muammo shu talaffuzda bo'lishi mumkin. Men sanab beryapman, siz o'zingiz biling, qaysi biri sizda bor? Хорошо? Keyingi sababimiz bu, конечно же, языковой барьер. Языковой барьер bu nima? Обязательно языковой барьер haqida video beraman, chuqur tushuntirib beraman hammasini, yotig'i bilan tushuntirib beraman. No, hozir ham ozgina gapirib bermoqchiman. Языковой барьer sababi o'zi, da, nimaga tushunasiz lekin gapira olmaysiz? Agarda sizda til to'sig'i bo'lsa, то есть siz rus tilida gapirishga qo'rqayotgan bo'lishingiz mumkin. Da, tam kimdir kuladi. Shunaqa bo'lgan sizda opit. Kimdir kulgan, da, или, например, kimdir xatoingizni to'g'rilagan, siz o'zingizni unaqa aqlli emas deb his qildingiz. То есть qanaqadir qo'rquv bor. Потому что har doim biz jamiyatda yashaymiz va biz jamiyatda, ya'ni jamiyat bizni faqatgina yaxshi tarafimizni ko'rishini xohlaymiz. Bu 100%. Hamma shunaqa. Aytishadi-ku odamlar, men hech kimning fikri bilan qiziqmayman. Ishoning, bu yolg'on. Hech kimning fikri bilan qiziqmaydigan bu faqat hayvonlar. Ularga farqi yo'q. Ular o'zi ham bitta dona bo'lib ham o'ziga yegulik topadi. Biz jamiyatda yashaydigan odamlarimiz. Biz baribir jamiyat fikri bilan qiziqamiz. Это 100%. Всегда бывает. Поэтому, оказывается, agarda siz, например, rus tilida gapirishga qo'rqayotgan bo'lsangiz, o'sha holat ham tushunishingizni, lekin gapirmasligingizni или gapirmaslikni tanlashingizni sababi bo'ldi. Tushundinglarmi? Endi nimalar qilish kerak? Men aslida bu videoda doskani o'chirib, birga buni qilasiz, ikkiga buni qilasiz, 3 muammoga buni qilasiz deb yozmoqchi edim. Unaqa qilmaymiz. Потому что siz hozir men aytgan narsalarni yozib olasiz. Agarda daftaringiz yoningizda bo'lmasa, izohlarga yozib qo'ying. Bitta ko'zingiz ko'radi, xulosani. Всё, sizda qoladi, nima haqida gap ketdi o'zi. Demak, agarda bizni so'z boyligimiz kam bo'lsa, so'z boylikni oshirib, tushunaman, lekin gapira olmayman qopqonidan qanaqa chiqish mumkin bo'ladi? Matnlar bilan ishlang, Men buni aytishdan charchamayman. Matnlar. Faqat shu haqida gapiraman asosan. Nimaga?
Потому что bu usul 11 yil davomida qo'llanib kelindi, juda ham yaxshi natija ko'rsatyapti va hattoki men rus tili o'qituvchisi bo'lib, har kuni nimadir o'qiyman. Nimaga? Menda bormi muammo rus tili bilan? Yo'q, rus tili bu meni ona tilim. Biz uyda rus tilida gaplashamiz. Bolaligimdan rus maktabda o'qiganman misolda, yo'q menda muammo rus tili bilan. Da har doim odam qanaqadir tilda gapirayotgan bo'lsa, so'z boyligini oshirib turish kerak. Buning uchun matnlar, kitoblar juda ham zo'r yordam beradi. Tushunarli-da? Xo'p, agarda so'zlari bir-biriga bog'lanmayotgan bo'lsangiz, shuning uchun gapirmayotgan bo'lsangiz, ikkinchida bu yerda nima qilish kerak? Bu yerda grammatikani o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ko'p odam qo'rqib ketdi. Grammatika qilib, например, o'quvchilar. Не надо бояться. Qo'rqmay hech narsadan. Почему? Потому что nimaga o'zi o'quvchi grammatikadan qo'rqadi? Birinchi o'rinda, agarda u qatgadir borib grammatikani o'rganib, lekin baribir gapira olmayotgan bo'lsa rus tilida, ko'p unaqa o'quvchilar, например, menda bor, super rus tili kursimizda bor, rus tilida uz onlayn maktabida bor, unaqa ko'p muammoda o'quvchilar muammosi bor yoki o'quvchi biladi, что uni qunti yetmaydi, uni sabri yetmaydi, o'tirishga, yozishga, uni o'zlashtirishga, qoidani esda qoldirishga, mashqlarni qilishga, uni yo'q sabri yetmaydi, unda o'tira olmaydigan bo'lib qolgan qachondirlar. Stulchikda ko'p o'tirib, daftariga tikilib o'tira olmaydi. Agarda shunaqa o'zi muammo bo'lsa, bu, конечно же, nima deyish mumkin? Agar siz quntingiz yo'q, sabringiz yo'q shug'ullanishga, ishoning, shunaqa kun keladi, shunaqa boshingiz bilan o'sha devorga urilasiz, со скоростью света. Shunaqa tobingizga tayanasiz, резко qayerdandir kuch paydo bo'ladi. Shug'ullanishga, yozishga, kerak bo'lsa o'zingizni urib shug'ullantirasiz. Kerak bo'lsa, sochingizni sudrab, ovqat yemaysan deb o'zingizga anaqa boykotlarni qilibda, nimalar qilib qilasan keyin yeysan, qilasan keyin uxlaysan. Qachonki yaxshilab ham peshana devorga urilgandan keyin. Demak, agarda siz shunaqa sabrsiz bo'lsangiz, kuting, o'sha boshingiz yaxshilab devorga urilishini. Shundagina zo'r qilib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Grammatika haqida gapirdik. Endi faqatgina so'zlar bir-biriga bog'lash uchun grammatikani o'zi yetarli emas. Bu yerda тоже matnlar bo'lish kerak. Nimaga matnlar? Siz aytishingiz mumkin. So'z boylik oshirishga ham matnlar, so'zlar bir-biriga bog'la olmasam ham matnlar. Sababi nimada? Har bittasida matnlar bilan shug'ullanish kerak. So'z boylik kam bo'lsa, matnlar bilan ishlaysiz, so'zlarni tarjima qilasiz, so'z boyligingiz oshadi. Kamiga matnlarning tagida savollarga javob berasiz. Bu degani o'zi sekin-sekin yangi bilgan so'zingiz sizni so'z boyligingizga kirishga birinchi kichkina qadami bosib bo'ladi. Kichkinagina bosadi. Bitta matnni o'zi yetarli bo'lmaydi. Agarda siz so'zlarni bir-biriga bog'lay olmayotgan bo'lsangiz, grammatikani o'rganishingiz kerak. Lekin siz hamma grammatik qoidalarni bir haftada o'zlashtira olmaysiz-ku. Tushunyapsizmi? 100 ta grammatik mavzu bor. O'sha 100 ta grammatik mavzuni bilsangiz, faqat shundagina rus tilida sifatli gapirishingiz mumkin va bu birinchi bosqich haqida gap ketyapti. Tushunyapsizlar? Birinchi bosqich, bu birinchi qadam. То есть siz rus tilini zo'r bilgan, bolaligidan rus tilida gapiradigan odamdek sharlatib gapira olmaysiz. Unda ham. Tushunyapsizlar? Поэтому bu yerda nimaga matnlar kerak? То есть siz faqat grammatik mavzularni o'rganayotganingizda, mayda qadam bosayotganingizda matnlarni o'qiysiz. Matnlarda hammasi to'g'ri, hammasi xatosiz, nuqtalari joyida, qo'shimchalari joyida. Siz ovoz chiqarib o'qiysiz. Bu degani tinglash xotirangiz esingizda qoldiradi, qanaqa talaffuz qilish kerak. Ko'z xotirangiz esida qoldiradi. Bu so'z qanaqa yoziladi, qanaqa birma-ketlikda so'zlar ketdi. Bu bitta matnning o'zida bo'lmaydi, lekin shug'ullansangiz stabilni, sifatli shunda bo'ladi. Demak, matnlar xatosiz gapirishga ham bizni undaydi. Uchinchisi, so'zlar esiga kelmaydi. Bu katta muammo. Bu yerda miyani charxlash kerak, juda ham zo'r. Miyani charxlash kerak, juda ham zo'r. So'zlar esida qolmaydi, особенно aytishadi. Men bitta joyda o'qiganman, kuniga 10 ta 15 ta so'zni yodlardim, lekin baribir rus tilida gapirmayapman.
Потому что xotirani yaxshilash bu rus tilida gapirishni rivojlantirish bilan вообще har xil narsalar. Tish yuvish shotkasi вообще boshqa narsa. Tish yuvish pastasi вообще boshqa narsa. Bitta narsami bu? Yo'q, har xil narsalar. Non kesadigan pichoq вообще boshqacha bo'ladi. Go'sht kesadigan pichoq вообще boshqacha bo'ladi. Meva uchun pichoq вообще boshqacha bo'ladi, kichkinagina bo'ladi-da. Вот. Например, kartoshka bilan sabzavotlarni artishga mana bunaqa pichoq, u вообще boshqacha bo'ladi. Hatto ularning hammasi nomi pichoq. Tushunyapsizlarmi? Farqini bilinglar. Bu вообще har xil narsalar. Endi miyani charxlash. Bu опасно, dangerous deydi-ku. Nimaga bu опасно? Потому что agarda sizni yoshingiz 20 da, 19 da, 22 da, 25 yoshgacha bo'lsa-yu, sizni o'rgangan narsangiz esingizda qolmayotgan bo'lsa, vashe katta trevoga qilib tashlash kerak, потому что miyani qutqarish kerak. Qanaqasiga siz hali kichkinasiz, siz 25 yoshgacha hamma o'qiydi, institut o'qiydi, kurslarda o'qiydi, то есть shuni tanlaydi hamma. Maktabni bitiradi, kollej tanlaydi o'ziga, tam inskiy kirolmaydi, boshqa joy qidiradi, то есть u faqatgina realizatsiyasi bilan band bo'ladi. Qanaqasiga 25 yoshda sizda уже xotira bilan muammo bor. Bu g'alati emasmi? Agar yoshingiz katta bo'lsa, xotira bilan muammo bor, so'zlar esingizga kelmayapti vaqtida, bu ham katta muammo, потому что hozir miyangiz shunaqa holatda bo'lsa, ertaga bolalaringiz katta bo'ladi, siz 55-60 yoshda bo'lasiz va siz farzandingizga juda ham kerak bo'lasiz. U katta hayotga qadam bosadi. Sizni podдержканgiz kerak bo'ladi, sizni maslahatlaringiz kerak bo'ladi unga. Bizni xotiramiz past, всё, biz hamma narsamizni esimizdan chiqaramiz. Также xotira pastligi, so'zlar esga kelmayotgani, bu вообще miyani rivojlanmayotganini alomati. Bu degani juda ham срочно til o'rganish kerak. Именно til. Ya'ni обязательно rus tili, bu kars tili bo'lishi mumkin, arab tili bo'lishi mumkin, xitoy tili, lekin til bo'lishi kerak. Обязательно til. Bilasizlarmi, что DCP kasal bo'lgan bolachalarga ham обязательно til o'rganish kerak, потому что miyani rivojlantirish uchun. Til juda ham zo'r rivojlantiradi miyani. Tushunyapsizlarmi? Tirikka aylantiradi uni. Miyani charxlash qanaqa bo'ladi? Miyaga yangi bilim kirish kerak, miyaga yangi so'zlar kirish kerak, miyani xullas qiynash kerak. Tarjima qilasan deb qiynash kerak, jilovlash kerak bo'ladi miyani. Tarjima qilasan, hozir yozasan deb o'zingizni majburlaysiz. Или, например, qanaqadir kinoni tushunmayapsanmi, baribir ko'rasan deb o'zingizni majburlaysiz. Miyani charxlash shunaqa bo'ladi. И вот в конечном итоге shunaqa savol. Agarda so'zlar esingizga kelmayotgan bo'lsa, xotirangiz past bo'lsa, и вообще xotirangiz bilan muammo bo'lsa, bu degani, что siz miyangizni umuman boshqarmayapsiz, u sizni boshqaryapti. Gap shundaki, bu badaningizni egasi siz. Bu sizning miyangiz, sizning qo'lingiz, bu sizniki. Поэтому u sizga bo'ysunish kerak. Nimadir yozish kerakmi, siz yozasiz. U fikrni jamlashni o'rganishi kerak. Tushundinglarmi? То есть o'zi miya o'zini hayoti bilan yashashi kerak emas. Eslatib o'taman, hozir ko'p o'quvchilar qo'rqib ketishi mumkin, shuncha qiynalamanmi, voy deb. Yo'q, bu davomiy vaqt bo'lmaydi, bu faqat qisqa vaqt bo'ladi. Zo'r shug'ullansangiz 10 kunda уже qo'yib yuboradi bu muammo. Agar erinchoq bo'lsangiz, например, 10 kun har kun shug'ullanmayapsiz, через день shug'ullanmayapsizmi, 20 kunda hal bo'ladi va hokazo. Hamma narsa o'zingizning qo'lingizda. Endi keyingi muammoyimiz bu Talaffuzni yaxshilash uchun nimalar qilish kerak? Birinchi o'rinda matnlar bilan ishlaymiz. Nimaga? Matnlar bilan ishlaganimizda, so'zlarni talaffuz qilganimizda tilimiz o'sha rusiy zabonlar, ruskiy произношениеga o'rganib boradi. Tushundinglarmi? Matnlarni ovoz chiqarib o'qishingiz kerak. Talaffuz o'rganadi tilingiz o'sha talaffuzga, rus tili talaffuziga. Xo'p, lekin bu hammasi emas. Bu hammasi emas. Tak, mamki yozdim. Hamma narsa esimdan chiqmasligi uchun yozdim. Xo'p, tak, yana nima bo'lish kerak? Agar talaffuzni yaxshiroq qilishimiz uchun bizga matnlar kerak va filmlar kerak. Filmlar kerak. Ну, конечно же, talaffuzni praktika qilish uchun rus tilida plus muloqot ham bo'lishi kerak.
plus muloqot ham bo'lishi kerak. Biz hozir rus tilini sifatli o'rganish haqida gapiryapmiz. Biz o'zimizni avaylash, qanaqadir yo'llari qidirib oson o'rganish haqida gapirmayapmiz. Biz sifatli o'rganish haqida gapiryapmiz. O'quvchilar yozishadi direktda. Rus tilini qanaqa oson o'rganish mumkin? Men javob yozmayman unaqa narsalarga. Потому что man natija tanlaydigan ustoz. Man komfort tanlaydigan ustoz emasman. Man natija tanlayman. Потому что o'quvchilar вообще bu hayotga intilishni majbur qiladigan joy narsa bu natija. Вот siz ko'rdingiz, что uyni yig'ishtirdingiz, uyingiz toza. Maza qilib yashayapsiz. Yana yig'ishtirgingiz kelaveradimi bir haftadan keyin yoki 2-3 kundan keyin? Ha. Tasavvur qiling, uyingizni yig'ishtirib bo'ldingizsa baribir kir. Yig'ishtirgingiz keladimi? Yo'q. То есть miya natijani ko'rgingiz keladi. Поэтому har doim natijani tanlang, komfortni tanlamang. Endi 5-inchisi языковой baryer. То есть tushunaman, lekin gapira olmayman degan o'quvchi o'zi rus tilida gapirishdan qo'rqadi. Aslida nimalar qilish mumkin? Bu muammoni yechimi. То есть yechimi bu nima? Birinchi o'rinda bu конечно же muloqot. Kim bilan muloqot? Rus tili o'qituvchisi bilan. Do'stlaringiz bilan emas, farzandlaringiz bilan emas, turmush o'rtog'ingiz bilan emas, onangiz bilan emas, kursdoshlaringiz bilan emas, ustoz bilan. Потому что ustoz bilan muloqot qilganingizda u baholaydi gapirishingizni qanaqa niyatda. Men bu kichkina xatochini topdim. Hozir o'sha xatochini to'g'rilaymiz. Men o'quvchiga shu mavzuni eslataman. Men hozir bu narsani unga to'g'ri talaffuz qilib beraman. Kerak bo'lsa har dars, har muloqot darsida men buni eslataman. O'sha xatoni qilmasligi uchun. То есть u sizni xatolaringizni sizga aytadi, ularni to'g'rilash uchun. Do'stlarni, kursdoshlarni, farzandingiz unaqa niyati yo'q, u o'qituvchi emas. Tushuninglar shuni. Поэтому оказывается, agar rus tilida gapirishdan qo'rqayotgan bo'lsak, bizga muloqot kerak. Endi savol, so'z boyligim kam. O'zim rus tilida gapirishdan qo'rqqanim uchun juda ham ko'p vaqt davomida miyamdagi rus tilidagi so'zlarni qo'llamaganman va so'zlar вообще esimga kelmayapti. Esimda yo'q bu so'zlar. Nima qilishim kerak? Bu yerda bizga опорные слова kerak. Опорные слова bu nima? O'zbek tilida unaqa tushunchani hech qachon ko'rmaganman. Поэтому man опорные слова nimaligini sizga aytib beraman. Вот, например, представьте, tasavvur qiling, что man, например, sizga qanaqadir o'zbek tilida matn berdim burgut haqida. U qancha yashaydi, qanaqa tug'iladi, nechinchi tug'ilishi bilan nechinchi kundan keyin uchishni boshlaydi, qanaqa balandlikda uchadi, qanaqa shaharlarda, davlatlarda yoki o'rmonlarda bo'lishi mumkin. Men sizga shunaqa ma'lumotni berdim va undan keyin sizga o'sha ma'lumotlarga qarab savol bersam, siz javob bera olasiz, to'g'rimi? Agar o'zimdan sizga ma'lumot bermadim, sizga dopros uyushtirdim burgut haqida misol. Siz javob bera olmaysiz, chunki sizda bu ma'lumot yo'q. Поэтому bizga опорные слова kerak. То есть matn o'qiganimizda bizda so'zlari namunasi. Ya qachon ishlatilyapti, yimu nima degani, живу nima degani, tarjima qilyapmiz, qanaqadir yangi so'zlar ko'ryapmiz. Bizga gapirishimiz uchun o'sha miyada qanaqadir ikkita uchta so'zchalar o'sha bor, ularni qo'llashimiz uchun. Поэтому опорные слова, ya'ni sizga gapirishga yordam beradigan so'zlar bo'lish kerak. Особенно tushunaman lekin gapira olmayman degan toifadagi o'quvchi bo'lsangiz, bu обязательно matn bo'ladi. Bu birinchi o'rinda, значит, muloqot qilamiz ustoz bilan. Matn kerak bo'ladi, chunki o'sha matndagi ma'lumotni olib, o'sha matndagi so'zlarni olib, qo'llab gapirasiz. O'sha rus tilida gapirishdan qo'rqaman degan muammoni yechimini topib, o'sha yechish uchun bu muammoni ko'ryapsizlar. Eslatib o'taman. Vazifa juda ham ko'p ko'rinishi mumkin, lekin rost akasiga rus tilini o'rganmoqchi bo'lgan odam uchun bu barcha ma'lumot juda ham zo'r.
Bu ma'lumot uni qo'rqitmadi. U naоборот aytadi, "Bo'ldi, tushundim Zarina Ismoilovna. Hozir matnlar bilan ishlayman, muloqot qilaman, qanaqadir kurs topaman, nimadir qilaman." Rostdan ham nimadirga o'rganmoqchi bo'lgan odam. Agarda o'zini avaylashga, o'zini "Men bechora, endi shuni ham qilishim kerakmi? Hayot bu sinov, qiyin" deb o'ylaydigan odamlarga bu o'zini o'ziga yana bir bor rahm qilishi uchun fursat. Yana o'zingizga rahm qilishingiz mumkin. Qanaqa bechorasiz, что siz buni ham qilishingiz kerak rus tilini o'rganishingiz uchun. Ko'rasizlar? То есть всё как здесь mexanizm, как швейцарские часы. То есть hammasi juda ham aniq. Buni bajarsangiz bo'ldi. Siz bilan sizning emotsional rus tili o'qituvchingiz Zarina Ismoilovna edi.